Assalomu alaykum qarindoshlarım. Men oilamdagilar va urug' tuqqanlarimning ustidan guvohlik bermoqchi. Men Sharqiy Turkistonning Oqsuv shahridan, ismim Rayhongul To'xti. Men 2017-yili Xitoyning irqiy qirg'inchilik va haqsizlik sababli farzandlarimni u yerda o'qitib tarbiyalagan ko'zim yetmay, chet elga bolalarımni o'qitish uchun chet elga chiqqan. 2 yil bo'ldi, uyimdagilar bilan hech qanday aloqam yo'q. Bu mening opam Aytursun Qurban. Opam 61 yosh, 2017-yili 3-oyning 15-kuni jazo lageriga ketgan. Opamning hozir qadar izdirigi yo'q. Bu mening inim Yasin To'xti. Inimni 2016-yili 11-oyda jazo lageriga ketgan. 2018-yili 2-oyda inimniki tugab ketganlik xabarini angladim. Bu inimning ayoli Gulnur To'xti. Bu inimning farzandlari Abdullah Yasin 12 yosh, Habibullah Yasin 9 yosh, Amina Yasin 7 yosh, Toyiba Yasin 4 yosh. Bularning izdirigi yo'q. Bular jazo lagerida nerede? Bularning hech qanday bir aloqasini olamadik. Bu qarindishimiz Tursun Qurban 2017-yili 5-oyda jazo lageriga ketgan. Hozir qadar izdirigi yo'q. Bu do'stim Aymusagul Matniyaz 2017-yili 7-oydan keyin aloqamiz uzildi. Hozir qadar bu qulim qo'shnilardan so'rash qilsam yo'q, izdirigi yo'q dedi. Jazo lagerida turmadimi, nerede? Hech qanday aloqasini olamadik. Bu Aymusagulning kichik opasi Tuğhan Ayyub. Bu apamızın izdirigi yo'q. Bu yo'ldoshim Roza Juzunun yo'ldoshimni 2017-yili 2-oyning 10-sida jazo lageriga ketgan. Hozir qadar xabari yo'q, hech qanday. Bu singlim Nurmangul To'xti 37 yosh. Singlimni 2018-yili 2-oyning 23-sidan keyin hech qanday izdirigi yo'q. Jazo lagerida turmalardimi, nerede? Hech qanday xabarini olamadik. Bu singlimning yo'ldoshi Ahmadjon Xo'ja va farzandlari. Ahmadjon Xo'jani 2017-yili 7-oyda jazo lageriga ketgan. Hozir qadar izdirigi yo'q. Farzandlari Fatima Ahmad va 9 yosh, Soliha Ahmad 7 yosh. Bu bolalarning hech qanday xabari yo'q. Undan boshqa yana Nevr inim İlyar Aziz ve İntizar Ferhat ismini, ularning rasmini tepishga imkoniyat bo'lmay qoldi. Undan boshqa mening qarindoshlarimniki kim bor, kim yo'q. Hozir qadar hech qanday xabarni olamadik. Dunyoning har qaysi joylarida yashab atgan Uyg'ur qarindoshlarim, urug' tuqqanlarimizga ega chiqayli. Xitoy hech qanday vosita tanlamay vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda ochiq oshkora irqiy qirg'inchilik qilyotidi va bu vahshiy qilmishlarni xalq olam oldida yo'shirish uchun ta'tir tashviq qilib, o'zini oqlab harakat qilyotidi. Urug' tuqqanlarimizniki hisobini olayli, surishni qilayli, kishilik huquq tashkilotlariga borayli, qo'limizdan kelishicha harakat o'tayli Xitoyga qarshi. Bizning ishlarimiz haq bo'lgandan keyin haqiqat hamon üstünlüğünü egallaydi. Biz birleşip bir o'xshash fikr harakatga o'ta olsaqlam.